Ko'pchilikda talab va istagiga binoan akalar, xudo xolasa dehqonlardan video obzorimizni boshlayapmiz. Matizlardan boshlaymiz, xudo xolasa. Keyin akalar qo'ldan kelgancha aralashtirib hammasidan obzor qilib beramiz. Akalar bir dona like bosib qo'yasizlar, kanalga esa obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa mana shu Matizimizdan video obzorimizni boshlaymiz. Hafta kuniga yakshanba Toshkent Sergeli mashina bozoridan dehqonlardan video obzorimizni boshlaymiz akalar. Xo'p, 2010-yil ishlab chiqarilgan akalar. Probegimiz 241 ming probeg yo'l bosgan. Matiz 5 tamiz akalar, 4 porshinli metan gazlari ustanovka qilingan akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, metan propan ekan akalar bu. Propan gazlari ustanovka qilingan. Motor holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Konditsionerlari bor. Ichkari salon qismlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana chexol, poliklari bor, magnitofonlari bor akalar. Ichkari salon qismlari yomon emas ekan. Ko'rish aka, buni propan tabletka bu. Tabletka 3 paketlariga qo'yilgan. Birinchi benzinni zavat bo'lib, keyin gaz ko'taradi. Qozonchalarni ham ko'rsataveradi. Top-toza. Nima gap gapirsa xuddi shu gap chiqadi. Petnoylari mana bu kichkina, kalinkasi ko'taradi. Mana bu chap taraf oldi eshik. Krilo mana bu yoqda joyda, nari yoqdan xuddi shunaqa kirasiz. Ko'tarib qolgan joyi yo'q. Ular detallari o'ziniki. Suyaklari bit-bitin. Detali kichkina petnolar bor. Bo'ldi, 4 ta 5 ta detalda akalar kichkina petnolari bor. Motorchilarni ham yo'q qo'shib. Xudo xohlasa hech qanaqa xarajatlari yo'q, ha? Ha, seni ishlab turibdi. Hadi o'zi ish yo'q. Olib mensa bo'ldi. Propanni yurishlari zo'r. Propanda akalar, mana sezoni kelyapti propanda. Qishki kuni xudo xohlasa zapravka ochiratda yurmaysizlar. Bitta zapravkani qilib, maza qilib haydab yuraverasizlar. Aka, buni narxini qancha so'raymiz endi? Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi? Endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Ichlarini ham bir qator ko'rsatib qo'ying. Eshik apshukka, tarpetganda qaralgan, chizilgan joyi yaxshi, chig'ola taqib qo'ying, yangi kardina, mo'lik hammasi bor. Ular tayyor, olib mensa bo'ldi. Ularni yana sizlar kanalingizga arzonroq beraman. Qancha qilib beramiz aka? 3100. 3100. Oldi soatda bo'ladimi yoki generalni ham beraman? Keyin qilib beraman. Mana bo'lganda mana buni qilib beradi, buni sotdi. Sotildi. Keyin bo'lmaydi. Shunaqa davr bilan olingan. Bo'ldi. Oldi soatda qilinadi akalar. O'zingizlarga ham yaxshi, nominglarda bo'ladi mashina. Xudo xolasa 3100 dan ozroq o'tib beramizmi aka endi? Asini elama ishlatib ko'rsa, videoda qanday ko'rsa xuddi o'shanda. Bo'ldi. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz, chaqa-chuqa joyi. Xudo xolasa hech qanaqa ishlari yo'q. Mashina tayyor. 3100 dollar bo'lsa beramiz deyishyapti. Qiziqqan obunachilarimizga telefon nomerlarini qoldirib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqib o'zingizlar gaplashib olaverasizlar. Telefon nomerni ayting aka. Tarpetkada bor. 97lik 120 50 90 raqamiga aloqaga chiqasizlar yoki videoni bitta pauza qilib to'xtatib, bemalol nomerlarni yozib olib aloqaga chiqarasizlar. Aka, aloqaga chiqishadi. Savdoyingiz bersin. Biz esa Matiz qatoridan davom etamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Matiz sizdanmi aka? Yili nechi ekan buni? 2017 yili balanddan ekanda bu, ha? O'zi oxir chiqqanlari 18 chiqdimi, shunaqa bo'ldi. 2017 akalar 5 so'ragan obunachilarimizga mana ko'rishlaringiz mumkin. Probeklari 165 ming probeg yo'l bosgan, metan gazlari ustanovka qilingan. Bu 5 konditsioner varianti ekan, ha? 5 konditsioner variantidan chexollar taqilgan. Balonlari ham yaxshi holatda akalar, ancha xizmat qiladi, ko'rishingiz mumkin. Ichkari salon qismiga keladigan bo'lsa, akalar mana jentra rollar qo'yilgan. Chexol poliklari bor, magnitofonlari bor akalar. Xudo xolasa shunaqasidan so'ragan obunachilarimizga. Kraskalari qanaqa endi aka buni? Ikkita joyda bor, udari yo'q. Ikkita joyda bor, udarlari yo'q. Detali almashmagan-a? Almashmagan. Qancha so'rayapmiz aka narxini? 4000 bo'lsa berib yuboramiz. 4000 bo'lsa beramiz. Faqat naqdga. Naqdga. Arendaga ham beramiz. Boshiga 1000 bo'lsa, u yog'ini chiqarib beramiz. Ha, boshiga $1000 bersa, aka variantga ham gaplashsa bo'ladi, ha?
Agar bo'ldi akalar, xudo xolasa kimga naqd pulga yokida variantga kerak bo'lsa akamizga aloqaga chiqasizlar. Telefon nomerida 99 lik 889 28 aha 82. 28-82 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Aka savdoyingizni bersin. Biz esa akalar yana bitta Matizimiz bor. Buni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana egalaridan sizlarga xudo xolasa 2011 kimdan ekan bu? Matiz kimni, sizdanmi aka? 2011 321 ming probeg yo'l bosgan. Kraskalari qanaqa ekan? Suyagi butunmi aka? Suyaklari butun. Tirikchilikmi yo o'zidikimi aka? Tirikchilikmi yo o'zidikimi? O'zidiki. Mana akalar dehqon egalaridan video qilib beramiz sizlarga. Xarajatlari yo'qmi aka? Motor, xadavoy, korobka. Ustida ikkita joy chaqib chiqasiz bor, mayli. Motor, xadavoylarda ishi yo'q, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Narxi-chi aka buni? 3000 dollar kami bor. Akalar, kimga qiziq bo'lsa, o'zingizlar egalari bilan bemalol gaplashib olasizlar. Yana ham suylarni olib kelib bemalol tekshirtirib, qarab, ko'rib olasiz akalar. Egalar nomerini qoldirib ketamiz, bemalol aloqaga chiqasizlar. Gazlari bor akalar, bemalol xudo xolasa olib menolasizlar. Faqat naqdgami aka bu? Naqdga narxdan o'tib beramiz, xudo xolasa. 2008 qilib beramiz bo'lishi. Gapi. Telefon nomerini ayting aka. 99 003 44 43 shunaqami? Qaysi kanal bu aka? Lazbek avto. Lazbek avto. Ikkala aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa men egalarning nomerini qoldirib ketyapmiz, kimga qiziq bo'lsa. Xo'p, bo'lmasa endi akalar bu yog'iga Cobaltlarimiz bor. Shularni ham ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Cobalt ishqibozlariga Nexia, Lacetti, Gentra xullas hammasidan bor. Qo'ldan kelgancha sizlarga hammasidan video syomka qilib beramiz. Like'larni ayamasdan bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Rahmat. Sizlarmi Cobaltlar aka? Necha puldan aka bular endi narxi? Yili 2019. 2019 avtomatmi bu? 2019 avtomat. Aha. Narxi 8700. 8700. Ikkita detallar petnosi bor. Mana akalar. Arzonchiroq Cobalt avtomatlardan qidirib yurganlarga 8700 dollarga ikkita dona petnosi bor mashinani, yana ham o'zingizlar qarab ko'rib olasizlar. 42000 probeg. Naqdga ham aka faqat bu. Bu 19 da faqat naqd qo'y. 19 da naqdga. 22 Cheris bankka ham ketaveradi. Qancha bilan chiqadi aka endi 22 lar? 1400 pul borga chiqaradi. Petnosi bor. Gazi bor. Gazlari bor, balonlari ham yaxshi holatda akalar mana. Avtomat so'raganlar. Buni yilini 21 dediga? 22. Narxi aka buni? Tanlab naqdga bo'lsa? Naqdga bo'lsa 10300 ga berib yuboraman, kanalizatorga qilib. 10300 dollarga berib yuboraman deyishyapti. Mana akalar, xudo xolasa sizlarga arzonchiroq mashina qidirayotganlarga 10300 dollarga yoki 8700 dollar narxlardan tushib beramiz deyishyapti. 24 avtomat. Hammasi avtomat ekanda bular. 24 qancha yurgan aka bu? Probegi 32000 probeg. 32000 probegda. Buni qancha bilan chiqaramiz? Naqdga qancha aka? Buni 1.5 bilan chiqarib beraman. Naqdi 11.5 narxi. Naqdga 11.5 agar Oyiga 4.800-4.700 chiqadi. bo'ldi. Bankka oladiganlarga 1.5 bosh to'lov qilasizlar. Oylik to'lovlari 4.700.000, 4.600.000 shunaqa atrofida. Yana ham to'liq ma'lumotlarni bilish uchun nomerlarni olib beramiz. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqasizlar. Telefon nomeri 87 87 459 459 0009 0009 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Aka o'zingiz zo'rmi o'zi? Charchamayapsiz? Xo'p, savdoyingiz bersin. Biz esa akalar xudo xolasa davom etamiz. Gentra, Lacetti'ga qiziqadigan obunachilarimiz uchun bitta Lacetti'miz bor ekan. Tog'amizdan hozir bilib o'tib ketamiz. Tog'a, assalomu alaykum. Sizdanmi? Yili nechi buni? 2011 1.8. Metan gazlari bor. Avtomat korobka akalar. Lacetti so'raganlarga qancha yurdi endi tog'a bu? Tablodan keyin 250 ming.
Tablodan keyin 250 ming. Xudo xarajatlari yo'q, motor hadolar hamma yog'i zo'r. O'zidagi yotirchilikmi? Dehqonchilik, a? Xudo xolasa mana akalar dehqonchilik. Qancha so'raymiz narxini? 6700. Bozorga bermaganingiz bo'ldimi, yo'qmi hali? 5-9 qilishdi. 5-9 ga bermasiz-a? Xudo xolasa qo'shkinga beraveramiz. Gap yo'q. Ikkala Lasit so'raganlarga mana samburfurlari bor, metan gazlari bor. $5900 bermadim bozorda. Endi tepasiga gaplashaveramiz. Qo'shkanga xudo xolasa baraka qilib yuboramiz deyapti. Tog'a telefon nomerni ayting. 33lik. 33lik 057 057 94 94 17 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Mana Lasit so'raganlarga xudo xolasa 6000 atrofida sizlarga Lasitni ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Aka, assalomu alaykum. Sizdanmi? Yili necha buni? 2007. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga. Qancha yurdi aka bu? 122 ming. Praviga o'zinikimi? Kam yurganlari ham bor ekan akalar mana. Nexia 1da yaxshi variantdan so'raganlarga temir metan gazlari bor. Brizi 22 ming probeg yo'l bosgan. Bir qator aylantirib ko'rsatib qo'yamiz. 4 ta yaxshi balonlar qo'yilgan akalar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Motor holatlari akalar, metan gazlari bor. Aka, buni narxini qancha so'rayapmiz? 4800. 4800 a? Kraskalarini so'ramadik. Kraskasi bitta kapotda. Bitta kapoti, qolgan joyi toza. Mana. O'zidikimi yo tirchilikdami aka bu? Tirchilikda, gap yo'q. 4800 xudo xolasa narxidan tushib beramiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 91lik 502 15 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Nexia 1da yaxshi variantdan so'raganlarga shunaqa xudo xolasa xarajatlari yo'g'idan egalari bilan to'liq ma'lumotlarni olib gaplashib olaverasizlar. Xo'p, Nexia 2 so'raganlarga xudo xolasa 1.6 dan super konditsionerlari boridan akalar sizlarga chiqaramiz dedik. Endi buni konditsioneri bor yo'qligini hozir bilib beramiz. 1.6 ni so'raganlarga. 1.5 yil. Kimdan ekan bu? Sizdanmi? 2011. Qancha yurdi aka bu? 260 ming. 260 ming o'ziniki halol, ha? O'ziniki halol akalar mana 260 ming probeg yo'l bosgan. Nexia 2 1.6 dan so'raganlarga. Mana akalar ko'rishlaringiz mumkin. Bular Lux 5 konditsioner bo'ladimi aka? Lux 5 konditsioner. Balonlari hali yaxshi holatda. Kraskalari-chi aka buni? Kraskalari bor edi. Yog'biyog'da bor, suyagi butun. Qancha so'raymiz aka narxini? 4.5 ming so'ralishi kami bor. O'zidikimi yo tirchilikmi? O'zidiki, ha? Generalni ham beraveramizmi aka? Beraveramiz, ha? Xudo xolasa. Xohlasa generalni, xohlasa afarmlar qilib olasizlar aka. Telefon nomerini aytib qo'ying aka. 90lik 151 99 33 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Savdoyingiz bersin aka. Biz esa davom etamiz akalar. Matiz so'ragan obunachilarimizga. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yili 2010mida? YouTube'ga qo'yib beraman. Ya narxini bilib qo'yaylik, telefon nomeringizni qo'ymaymiz aka. 3000 kami bor. Bo'ldi. Mana akalar Best gazlari bilan, tayyor konditsionerlari bilan bozorda turibdi. $3000 kamini qilib beramiz deyapti. 4 ta yangi balonlarni qo'yishgan. Qiziqqan obunachilarimizga. Xo'p, dehqonlardan akalar sizlarga xudo xolasa mana video syomkalarimizni qilib beramiz. Like'larni ayamasdan bosib qo'yasizlar. Cobalt so'raganlarga Cobalt avtomatimizdan. Kimdan akami Cobalt? Sizdanmi-da? Yili necha aka buni? 19. 2019 mexanika. So'raganlarga. Qancha yurdi aka bu? 120 ming probeg yo'l bosgan. Diskalari qo'yilgan akalar. 4 ta Cherokee yumshoq balonlari bor. 4-pokoleniya propan aka bu? Propan. 4-pokoleniya propan gazlari ustunovka qilingan. Qishki kuni xudo xolasa ochiratda turmasdan bemalol haydab yuraverasizlar. Narxchi aka buni? 9800. 9800 kami bor. Bozorga bermagan narxingiz bo'ldimi, yo'qmi?
9250 olib sotilar qilyapti. Bermayapsiz. Tepasiga xudo olsa gaplashaveramiz. Xudo xohlasa. Gap yo'q. Telefon nomeringiz 99 957 957 60 60 00 raqamiga aloqaga chiqasiz. 9250 ga berilmadi akalar, olib sotirlarga, tirikchilikka. Xudo xolasa tepasiga gaplashaveramiz. Balki 9300 dollarga, balki 9400 dollarga akalar bemalol olishingiz mumkin. 2019 mexanika so'raganlarga